Assalomu alaykum. Ekazamin Begom YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari. Xudo xolasa ishlarimiz yana davom etyapti. Xudo xolasa ish jarayonlarida bir ajoyib bir holat sizlarga ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Ko'pchilik savol berishyapti, cho'lchanglarimizni qanday tezroq ko'paytirsak bo'ladi deb, qanaqangi mahsulotlar berib tezroq ko'paytirsak bo'ladi, go'ngdan tashqari deb ko'pchilik so'rashyapti. Ajoyib bir holat sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Cho'lchanglarga ko'proq mana shunaqangi shirinlikka boy mahsulotlarni ko'proq berish kerak. Mana bu yerga mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana bu yerlarga xurmolar tashlaganmiz. Har xil mevalar tashlaganmiz. Mana bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, mana shularni hozir mana shuni tayyorlamizda. Ochib ko'rsak, cho'lchanglar qanchalik yaxshi ko'rib, cho'lchanglar xurmomizda qanchalik sevib iste'mol qilayotganini mana ko'rishlar mumkin. Mana tagida mana cho'lchanglar yig'ilib olganlarini ko'ryapsizlarmi? Hammasi mana shu xurmoga kelgan. Hozir bunisini ham ochib ko'rsataman. Mana shunaqa shirinlikka o'ch bo'ladi bu cho'lchanglarimiz. Xullas nima deydi? Mana shu qovun tarvuz po'choqlari, banan po'choqlari, mana shunaqangi nima deydi? Bo'zlab qolgan xurmolarni, yeb bo'lmaydigan xurmolarni tashlansa, mana shular juda yaxshi ko'rib iste'mol qilishadi. Mana ko'rib turibsizlar, buni ham tagida mana cho'lchanglarni qaranglar mana. Oho, qancha cho'lchang bor mana shu yerda. Mana go'sht holatda bo'lib qolgan hammasi. Hammasi mana shu xurmoni yeb yotishibdi. Yana qaysini ko'rsatay ekan mana. Ko'pini yeb yuborgan o'zi cho'lchanglarimiz. Mana bu yerda bitta xurmomiz yotibdi. Hozir 5likda qo'zg'atib olibmiz. Mana buni ham tagida mana cho'lchanglarimiz mana. Go'sht holatda bo'lib turibdi cho'lchanglarimiz. Mana shu yerga yig'ilib olgan. Kuz paytida, qish paytida xudo xolasa mana shunaqangi chiqindi bo'lib qoladigan meva-chevalarni tashlansa cho'lchanglarimiz yaxshi zo'r tezroq ko'payadi.